Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. 11-iyun kuni Islom Ismoilov boshchiligidagi O'zbekiston U17 terma jamoasi Chili o'smirlar terma jamoasini 1-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Oradan 2 kun o'tib, 13-iyun kuni yana bir bor o'smirlarimiz Chili o'smirlariga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi va ushbu uchrashuvda ham o'smirlarimiz 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Chili darvozasiga kiritilgan gollar 10-daqiqada Sadriddin Hasanov hamda 60-daqiqada Azbek Abdumo'minovlar tomonidan kiritildi. Endi O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi 17 hamda 19-iyun kunlari Boliviya o'smirlariga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushadi. Terma jamoa bosh murabbiyi o'tkazilayotgan o'rtoqlik uchrashuvlari haqida o'z fikrlarini bildirdi. Quradan keyin asosiy e'tiborimizni o'sha jahon chempionatiga sifatli tayyorgarlik ko'rishga qaratdik. Futbolchilarning jismoniy holati, taktik va ruhiy holatlari bo'yicha bir qancha ishlarni amalga oshiryapmiz. Bundan tashqari har bitta detalga alohida e'tibor qaratamiz. Raqib jamoalarni tahlil qilib chiqyapmiz va o'zimizning o'yinimizni yanada rivojlantirish uchun ko'plab ishlarni amalga oshiryapmiz. Chili va Boliviyaga qarshi o'yinlar albatta ayni paytda biz uchun eng yaxshi holatlardan biri. Sababi guruhimizdagi Panama va Paragvay jamoalarining o'yin uslublari aynan shu jamoalar o'yin uslublariga yaqin bo'lganligi bois biz bu o'yinlar orqali jamoani jahon chempionatidagi o'yinlarga tayyorlashni maqsad qilganmiz. Bu uchrashuvlarda albatta g'alaba qozongan holatda xato va kamchiliklarimizni undan tashqari amalga oshirishimiz kerak bo'lgan bir qancha taktik g'oyalarni ham sinab o'tishni maqsad qilganmiz.